Agar siz so'z yodlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga ikkita eng samarali usulini o'rgataman. Birinchisi oraliq takrorlash usuli. Bunga ko'pchilik ahamiyat bermaydi, lekin bu ilmiy asoslangan usul bo'lib, ma'lumotni uzoq muddat xotirangizda saqlab qolishingizga yordam beradi. Qanaqa qilinadi desangiz, bu juda ham oson. So'zni bir marta yodlab tashlab qo'ymaysiz, ya'ni yodlab bo'lganingizdan keyin 2 soat va 5-7 soat o'tganda ham takrorlab olasiz. Shu bilan bir kun va bir haftadan keyin ham takrorlab olsangiz, shu usulni bajargan bo'lasiz. Ikkinchi usulimiz kontekstda o'rganish, ya'ni so'zlarni gap ichida ishlatish usuli. Bu usulni juda ham yaxshi ko'raman, chunki bunda siz so'zni shunchaki tarjimasini yodlab ketmaysiz, ma'no va mohiyatini ham tushunib olasiz. Bu usulni qanaqa bajaraman desangiz, bu ham juda ham oson. Har bitta yangi so'z bilan 2-3 ta gap tuzib ko'rasiz yoki bo'lmasam shu so'z ishlatilgan gaplarni o'qib ko'rasiz. Agar video yoqgan bo'lsa, like va kommentariy kutaman. Telegram kanalimda esa Pareto prinsipi haqida gapirib beraman.